Assalomu alaykum aka-ukalar. Endilikda Buxorodan reyslarimiz boshlandi. Bizning yo'nalishlarimiz Buxorodan Moskvaga, Samarqanddan Moskvaga, Qashqadaryodan Moskvaga, Navoiydan Moskvaga. Aka-ukalar, mana komfortabil avtobusimiz mana Jondor zapravkada turibdi. Metan zapravkadan aka-ukalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Avtobusimiz ideal sosteniyada, zaryadchik ustroysiyalar bari yo'g'i bor. Xudo xolasa keyingi reyslarimiz 26-chilarga jo'nab ketadi aka-ukalar. Xudo xolasa bugungi reysimiz jo'nab ketadi. Bugungi направленiyamiz Primoy Surxondaryodan Moskvaga, Qarshidan Moskvaga. Aka-ukalar, mana avtobusni komfort idealni holatlar mana ko'rishlaringiz mumkin mana. Qolunlar tashlangan, zaryadchik ustroysiyalarimiz bor. Mana 4 ta monitorimiz bor aka-ukalar. Mazza qilib, xudo xolasa mana shu komfortabil avtobuslarda ketasiz aka-ukalar. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ekranga ishonch raqamlarini qo'yib o'tamiz. Moskvada ham bu avtobusimiz odam tashigan. Tanigan, bilganlar bo'lsa aka-ukalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa komfortabil avtobusga ketish istagida bo'lgan vatandoshlarimiz o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqada biz aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizni qadrlash uchun bitta like, podpiskani bosib qo'ying.